Assalomu alaykum barchaga YouTube ahli. Vaqtlik o'tiribsiz bo'ladi, bemalol rek hali ko'p. Xo'p, assalomu alaykum barchaga. YouTube ga anchadan beri video qilmayapmiz. Bugun ko'pchilikning talabiga binoan va qolaversa, o'zim ham qiynalib ketdim. Ko'pchilik shu haqida so'ragani uchun bugun aynan sizlar uchun video chiqaryapman. Ya'ni apparat tasavvur qiling, to'yga bordingiz yoki konsertga bordingiz, endi ovozini ko'tarsangiz, paq etib o'chib qoldi, to'g'ri? Nima qilish kerak? Xo'p, biz YouTube formati bo'lgani uchun bemalol vaqtlar bemalol ayamasdan o'tirasizlar. Men sizlarga boshdan o'sha Nukus tarafdan kelaman, Toshkentgacha gaplashib olamiz. Xo'p, endi nimaga o'chib qoladi? Ko'proq o'chib qolishi mumkin. Nima? Sizlarga oddiy qilib tushuntiradigan bir narsam bo'lsa, bilasizlar, konsertlarda, to'ylarda monitor bo'ladi, displey monitor bo'ladi. Yoki sveta muzikalar bo'lishi mumkin. Yana nima desak bo'ladi? Svetlar, oddiy konditsioner deylik. Bular stabilni, bir xil tok tortib turaveradi. Yo'q, tortmaydi deyishingiz ham mumkin. Endi qanday tushuntirib beraman sizlarga? Mana misol uchun monitorda olsak, monitorda oladigan bo'lsak, bu monitor yarkisiti bor. Misol uchun obyomi misol uchun 1 kvadrati deylik. 1 kvadrati 1 kilovat tortsin, 1 kilovat tok tortsin. Endi 1 kilovat tok tortadi-da, uni yarkisi bor, misol uchun 5% da 1 kilovat tortsin. 10% o'sa yarkisini ko'tarasizlar-ku, yarkisini ko'targan paytda misol uchun 10% da 2 kilovat tok tortsin, bo'ldi, bir xil 2 kilovat tok tortib turaveradi. Nima demoqchi bo'lganimni tushundinglar? Sveta muzikada ham xuddi shunaqa narsa bor. Ya'ni sveta muzika yoqasizlar, yoqqanlaringdan misol uchun 10 ta bo'lsa 10 kilovat tok ketyapti deylik, 10 kilovat tok ketyapti deylik. Bunda nima qiladi? Ko'proq ishlatsanglar, ozgina tokning anaqasi oshadi. Tortib olishi oshadi. Bo'ldi. Endi misol uchun konditsioner deylik, o'sha qancha ko'p misol uchun issiq chiqaradigan bo'lsa, shuncha ko'p tok tortadi, lekin stabilni bir xil tortib turadi-da. Nima demoqchiman? Endi bu yerda apparatura, biz ishlatadigan muzikalniy apparaturani hammasi nostabilniy, bir xil tortmaydi. Bir xil bo'lmaydi hech qachon. Nima uchun? Tasavvur qiling, biz eshitib kelayotgan o'sha musiqalar hammasi to'lqinsimon harakatda bo'ladi. Agar bilmaydigan bo'lsanglar, ozgina bu haqida oddiy ChatGPTga yozib, musiqani xarakteristikasini ber, qanaqa harakatlanadi, qaysi chastota qanaqa harakatlanadi deb yozsangiz, shunaqa bo'ladi. Mana misol uchun niskiy diapazon, eng pastga quyib bas deb qo'yamiz-ku, eng quyib diapazon o'sha gersiga qarab to'lqinsimon harakatlanadi. Mana bunaqasiga harakatlanadi, to'g'rimi? Endi nimaga kerak bu? Niskiy diapazon sekin harakatlanadi. Sredniy chastota, uni ham chastotasiga qarab, sal niskiyga qaraganda sal tezroq harakatlanadi. Endi visokiy chastota, ya'ni yuqori chastotamiz, bishalka deb qo'yamiz, u tez harakatlanadi, lekin qisqa bo'ladi orasi bilan. O'sha yo'li qisqa bo'ladi. Sredniy kattaroq, niskiyda yana ham kattaroq bo'ladi. Shunga tegib to'lqinsimon harakatlanadi. Endi boshlar achib ketmasligi uchun yana bitta narsa aytishim kerakki, bular mana misol uchun biz eshitayotgan o'sha musiqalarda to'lqinsimon harakatlanyapti dedik. Endi nima demoqchiman? Bizni eshitayotgan musiqalar har bittasi har xil to'lqinsimon harakatlanadi. Mana boshda tasavvur qiling, qo'shiq eshityapsiz, birdaniga paq da duks bo'lib ketmaydi. Sekin harakatlanadi, to'g'rimi? Musiqa qanaqa sekinroq harakatlanyapti, sekin pastdan chiqyapti, to'g'rimi? Bunda tokni sarflash degan narsa bor. O'sha tok sarflanayotgan paytda u kamroq sarflanadi. Endi avji bor qo'shiqda, misol uchun avji balandroq bo'lib qoladi. O'sha avjiga balandroq bo'lganda nima qiladi? Harakat tezlashadi. Harakat tezlashganda kattaroq, tezroq harakatlanadi-da, bu yerda tok bizga tortib olayotgan o'sha amperlari ko'proq sarf qilinadi. O'shaning uchun ko'p tortadi. Bitta qo'shiqda misol uchun siz bilmaysiz, misol uchun bitta qo'shiqda 2 kilovat tortishi mumkin, 3 kilovat tok tortishi mumkin. Birdaniga tortadi-da bu yerda, misol uchun deb baland chiqadi-da, pastga tushadi. Kimdir baqirib yuboradi, misol uchun
gapirayotganda ham ahamiyat bersanglar, gapirib o'rtog'im to'ylaring muborak bo'lsin, unaqa deydi. Tabriklayman deydi, ana apparat baland ko'tarilib ketadi-da, o'sha yerda transformatorga ahamiyat bersanglar, transformatorda ko'proq tok tortadi. Endi eng ko'p tok tortayotgan narsa bu asosan niskiy diapazon ko'p tok tortadi. Chunki u kattaroq sarf qilgani uchun. Endi o'sha sizlarga tushuntirib keldim. Bu yerda endi nimaga o'chib qolishini tushuntiraman. Qaranglar. Hozirgi kunda полный apparatura impulsniy variantga o'tyapti. Endi impuls nima? Biz oldin ishlatgan silovoy deb qo'yamiz. Endi qishloqchasiga tushuntiryapman, chunki sizlarga tushunarliroq bo'lishi uchun silovoy deb qo'yamiz, tranzistorli deb qo'yamiz. Misol uchun modellarini aytaylik, mana Oska deymiz, Mikki deymiz, Parve deymiz. To'g'rimi? Mana shu uslular bor. Bularda nima uchun o'chib qolish, boshqa narsa bo'lmagan? Bo'lgan, lekin hozirgi kunga qarab, hozirgi kunga qadar deydi-yu, shunaqa bo'lmagan. Endi ularda silovoy katta bo'ladi. Ahamiyat bersanglar, kanisi ochib ko'rsanglar, ichida katta silovoy, o'sha latram deb qo'yishadi. Siz o'sha usluchingizni yoqqaningizda, masalan, Oskani bitta yoqqaningizda tokni o'ziga tortib oladi. Masalan, 1 kilovat, 2 kilovat tok tortib oladi, shunda tok turadi-da. Bo'ldi. Endi misol uchun siz balandroq qo'shib qo'yiladigan yoki qo'shib aytdim, to'lqinsimon harakatlangan paytda, balandroq chiqqan paytda ko'proq tok tortadi-yu anta. O'sha paytda ana shu latrda ichida zapas tok bo'ladi. O'shani hisobiga ham o'chib qolmaydi-da, ketaveradi. Endi bu yaxshi ekan degani emas. Endi yana bitta tushuntirishib o'taman. Hozir impulsniy variant bo'lib ketdi. Impulsniy usluchilar chiqqan, pultlar chiqyapti. Hozirgi kunda impulsni o'sha transformatorlargacha impulsni bo'lib ketdi. Endi impulsni nima uchun chiqarishgan? Endi xitoyliklar chiqargan, boshqa davlatlar ham chiqaradi balki. Undan xabarim yo'q. Xo'p, impulsni nima degani o'zi? Impulsni ekonom bu, ekonom. Ya'ni o'sha katta transformator yo'q uni ichida o'sha nima qiladi? Kichkinagina transformator o'sha katta narsa vazifani bajaradi. Bu nima qiladi? Tasavvur qiling, siz mashinada ketyapsiz, gazni ko'proq bossangiz, ko'proq gaz sarf qiladi. Gazni bosmagan paytingizda umuman hech narsa sarf qilmaydi, turaveradi. Usluchilar ham xuddi shunaqa. Ya'ni yoqqan paytda mana eski usluchilarimiz mayli 1 kilovat tortardi deylik. Buni umuman tortmaydi-da. Ozgina bitta yoqib olish, yonib olish uchun bitta yonib oladi, bo'ldi. Ishlab turaveradi, bo'ldi. Sarflamaydi. 220 keladigan bo'lsa, 220 bo'ldi, shuni turib turaveradi. Endi siz uni qancha ko'p ishlatgan saringiz, qancha o'sha avjiga, qo'shiqni balandligi, misol uchun basni ko'paytirib ishlatgan saringiz, u o'zini qiynamaydi, u transformatorga yuklaydi-da hamma vazifani. Endi u yerda shu darajada nostabil-ku, shu darajada ko'p tok tortadi. Test misol uchun tortib oladi. U doli sekund, uni biz ko'rmaymiz, his qilmaymiz, doli sekundlar ichida tortib oladi. O'sha doli sekund ichida qanchadir o'sha narsa bo'lsa, ya'ni nima? O'sha tok o'ziga keladigan tokni misol uchun 1 kilovat tok tortayotgan bo'lsa, 1 kilovatda misol 950 yoki 850 bo'lib qolgan bo'lsa, u paqayt tashlab yuboradi. Tushundingiz, nimaga tashlab yuborishini? Endi siz nima qilasiz? Agar 10 kilovatli usluchir bo'ladigan bo'lsa, sizda transformatorni eng kamida 5 kilovat yoki 10 kilovat zapasi bilan qilib olishingiz. Sababi u transformatorda o'zida tok tayyor turishi kerak, чтобы bu yoqdan so'ralgan paytda shundoq berib olish uchun bu narsa. Endi pultlarda ham xuddi shunaqa narsa, umumiy rasxodni hisoblashingiz kerak. Misol ko'pchilik meni usluchirimda 10 kilovat dedi, menga 10 kilovat olsam bo'ladi. Yo'q. Transformatorga baribir siz pul to'laysiz, pultdan tashqari yana mayda-chuyda o'laysiz. Hamma narsa o'sha yerdan tortavergandan keyin o'chib qolish holatlari ko'p bo'ladi. Agar sizda usluchingiz o'sha transformator kamroq bo'lsa, qanaqasi hajmi, siz nizni kamaytirib ishlatsangiz ham bo'ladi. Shunda o'chib qolishi mumkin emas. Endi bu bitta sababi, qolgan sabablarni ham hali o'rganib chiqamiz. Qanaqa, nima hammasini o'rganib chiqamiz. Keyin yana bitta savol kelgan, o'sha nima? Protsessori bor, paykimi, boshqasimi o'chayotgan paytda juda katta tok berib yuboradi. Dinamiklar kuydirishi mumkin. Paq etadi, bo'ldi. Ana shu dinamiklarda ham chiqarib yuboradi, sredini ham chiqarib yuboradi, o'chib qoladi. Bu yerda nima qiladi? Pultdan signal kelib turadi-da, uning ichida signal saqlanadi. O'sha
biz oddiy til bilan boshqa konditsioner deymiz, o'shani tok turadida tayyor. Uni prem konetsga urib oladi, ikki konets bu yoqqa urib oladi. Shu do'li sekund ichida bo'lib qoladi. Endi siz nima qilsangiz bo'ladi? O'sha paq aytib qilmasligi uchun uni ham nastroykalari bor, agar kimgadir kerak bo'lsa, uni ham tushuntirib o'rgataman. Yoki yana bitta oddiy yo'li o'sha payk prosessorini o'ziga отдельно bitta UPS qo'yib qo'ysangiz, UPS bilmaydiganlar uchun tushuntirib o'taman. Shu batareykali, tok minimalni qilib beradi, maksimalni qilib beradida и unaqa qilib beradi. Nima? Svet o'chib qoladigan bo'lsa ham o'zida anaqa turib turaveradi. O'chib paqillab ketmaydi apparatingiz. Bitta shu UPS ni o'zida tinchitsa bo'ladi bu narsalarni. Endi bu holatlarga apparatning o'chib qolishini bittada tushuntirib berdim. Ko'rib foydalanasiz. Agar qanaqadir savollar, nimalar hammasi bo'lsa, kommentariyada yozib qolasiz. Sizlar uchun doim xizmatdamiz. Vaqtlarga o'tamiz. O'chirib qo'ying.